Oyijon, bugun nima ovqat qiling? Kelin bola bir qo'lingizdan bugun qo'l bola toqoshiylo. Xo'p bo'ladi oyijon. Stop! Jose Mourinho aytishlaricha, YouTube'dan pishirilgan ovqat to'g'ri kelmas ekan oshqozonga. Bor o'chirib kel Wi-Fi. Stop! Pep Guardiola rivoyat qilishicha, onasidan telefon qilib qilgan ovqat yoqmasmish ekan qaynonasiga. Bo'pti, unda men yordamlashib boraman. Stop! David Beckham aytishicha, erchasiz qilingan ovqat yoqarmish ekan qaynonasiga. Zebo, tokma. Nima qilasan buni? Hozir ko'rasiz. Oyijon, tokam tayyor bo'ldi. Oyi oyijon. Bu yarim tayyor mahsulotlarni Miss Frozen profilidan oldim. Bemalol endi mana shularni pishirib xohlagan ovqatimizni yeyishimiz mumkin. Dastavka ham qilib berishadi. Osh bo'lsin. Ukalinizchi, ja bloger ekanlar-yu, reklamaga hamma narsa olib kelaversinlar. Nima qilamiz? Nima qilib turgan? Uy ketidan olamiz, mashina olamiz, hammasini olib bo'lgandan keyin qap haydab boramiz. Yo, solimoni bo'lam to'qoziga.